Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli жылқы suyuvchilar. Жаңылоқат ot bozorindagi жылқыларды, otlarni sizlarga tortib o'taylik do'stlar. Bugun 26 yanvar 2022 yil. Qancha dedingiz aka buni? 500 ming ekan malaga. Aka, yoshi qanday buning? 5 ga 5 ga chiqadi ekan. Paroda qayerda aka? Abakanskiy mi? Abakanskiy paroda ekan. Telefon qoldiraymi aka? Aka 500 mingga otni ko'ringizlar, to'g'onlar. Puli qancha taydin pulim? Qanchada otasiz buni? 200 ming mi? Jashicha? 7 yashar ha? Paroda qanday? O'zitku? Arg'inmi? Bo'yi qancha? 1.60 bo'ladi? Telefon qoldirasizmi? Ha? Aytaverchi. 0707 Aha. 513 552. Niyasi bor ya? Mana otni ko'ringizlar do'stlar. Hayda chiqana. Mana. Buradan birdege çıktı ya. Mana. To'g'onlar ushul otni nomerini oldim. Jaqon bo'lsa chalib ko'ringizlar. 120 milyon Muhammed Bu qancha berdi aka? Pul boğa bo'ladi. Nima deding? Gapirsang pul egasan. O to'qringga ham urdim, ha. Mayda bo'ladim odamga. Bir kep ko'zim mayna qilib o'rab. Hep bor ekan. Qancha berib qo'ydi sonda? Qancha? 120 milyon. Mana shuda? 120 ming so'm berdi ularga. Alaysan desang 5 milyon 3 milyon pulim var. Bak 3 milyon beraman. Xursand bo'l. Bor ko'rpamiz. Bo'ldimi? Barmay olaram senga. Bor, bor, xursandmisan shunda? Xursandmisan mana? Odil aka. Bu o'sal nemera qildi. 3 bir marta bir otyapchi. Bo'pti, men bu jinoyatchilik olyapman sen kam deb sol. Bor, xursandmisan shunga? Bir ursay bor kerak. Keyin aytam, siz beravering aka. Endi menga qara. Yo'q. Bozorda chiqib ketganim yo'q. Bir baraka aytgin. Hey. Hozir 3 milyon uyat ketdi, 5 milyon oldi. Odil aka, siz beravering aka. Bor. Berem bo'ldi. Undan ortiq-da. Pidar razım oluyor. Ehtiyot olmay otak berar. Bu Rossiya o'xshaydi. Bu 125 milyonni berdim, mana ularga to'rta qo'ysa. Mana Rossiyaga to'g'on. Bol lozim oz bering. Bo'ydilar 1.55 ga yaqinlab qoladi. Bu so'zga seni qanaqa? Siz baksa kalsın. Lan 30 milyon. Zat içinden koy beni. Koydur oynatma. 2 milyon koy vermezsem. Atla 30 bot bize koyarım. Bak satayım. Bak. Qancha oldi shunda? 30'a vereyim de bu uçuldaydı. 130 mingga. Ketdi shulda. Bu yoshi qanday ekan ha? Xotirashka bor. Sotilib ketdi bularga.